Xo'sh do'stlar, assalomu alaykum. Sizlar bilan yana o'sha oddiy bola. Bugun sizlar bilan shu Profimax saytini ko'rib chiqamiz. Bu qanday sayt? Sizlarga hozir tushuntirib o'taman. Bu yerda profildan poполнить o'tamiz. Poполнit'da bu yerda 100 rubldan 30 ming rublgacha kirishlari mumkin va 100 rubldan agar pul kiritsalar 55 soatda 139% bilan pullarni ko'paytirib beradi. Ya'ni buni kiritamiz va qaysi sanoqdan kirishimiz nimadan to'lashimizni bosamiz va 100 kiritadigan bo'lsak 55 soatda 139 rubl, ya'ni 8 minutda 0.34 rubldan berar ekan. Men maslahatim ekan, ko'proq pul tiksalaring yaxshi. Bu yerda masalan ko'proq miqdorda balanslarni to'ldirib mana shu pul ishni boshlasanglar vaqt ham kamayadi, ham foiz ham ko'tariladi. Masalan bu yerda o'rtacha 4,5 ming bo'lsak, 4,5 mingda mana 5-siga qarasalang bu 85% bilan 45 soat, ya'ni 2 kun ham bo'lmayapti. 4,5 ming, 4,5 ming bo'lamiz. Bu yerda yana payer mana borimlar 4,5 ming kiritadigan bo'lsak, agar 4,5 ming rubl pulimiz bizga 45 soatda почти 2 kun ham bo'lmayapti do'stlar. 2 kunga yetar yetmas почти 1,5 kun sizlar 8 ming rubl, ya'ni 8325 rubl ishlayapsizlar. Ya'ni har 8 minutda 24 rubldan sizlarga tashlab beradi. Men hozirda 350 kiritganman, 100 dan kiritganman men. Hamma mablag'iga qarab kiritadi. Bu yerda masalan meniki 350 kiritganimga menga 55 soatda 486.50 rubl to'lab beradi. 8 minutda 1.18 dan menga tushib keladi. Balansimga tushib turadi. Bu yerda yechib olish, bu ro'yxatdan bosasin. Mana bu yerda yechib olgan summalarim hamma uspешно. Bu yerda 107 rubl, 32, 90, 26, 64, 47 har xil summalar yechib olganman. Juda ishonchli yechib olishda birinchi kartalarni yoki hisob raqaminglarni saqlanib qolasizlar. Men payerim saqlanib qolganman va saqlanib qolganimizga kiritamiz. Men payerga yechaman. Payerga menda hozir 92-91 rubl bor. Buni 100 rubl qilib yechib olishlari mumkin. Minimum 100 rubl. To'lab beradimi deganlarga albatta to'lab beradi. Va summalarni kiritasizlar. Qancha yechmoqchi bo'lganlaringni. Va bu yerda pul tikmasdan turib ham bo'lishasalar bo'ladi. Bu yerda YouTube, Instagram, WhatsApp, har xil tarmoqlarda o'z sahifangiz bo'lsa, shu saytni, Profimax saytini sizlar reklama qilasizlar, ya'ni obzor qilib o'z sahifalarga qo'yasizlar va o'sha video silkasini mana bu yerga joylashtirasizlar va отправить tugmasini bosasizlar. Va sizlarga u videoga qarab
10 rubldan 15 ming rublgacha sizlarga pul to'lab beradi. Aytib o'tishim kerak, video 2 minutdan ko'proq bo'lishi kerak, do'stlar. Mana menda hozirda shu umuman kiritgan summam 550 rubl, yig'ganim 278 va hozirda 92 rubl pulim bor, do'stlar. Mana bu yerda statistika dohodi. Bu har hisoblarga mablag' tushganda bu o'sib boraveradi, do'stlar. Sizlar bilan bugun shular edi. Jigarlar kanalga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.